Oldida keng ko'chasi bor, sizlarga hovlimizni ko'rsatamiz. Bu ko'chasini ko'ryapsizmi? Juda ham qo'shnilar bilan bemalol gaplashib, bemalol mashinalarni qo'yib qo'yadigan zonasi. Bu uyimiz uglovoyda joylashgan, ko'ryapsiz. Uyimiz 1.7 sotudan iborat uyimiz bo'ladi. Darvozaxonalariga birik ko'ringizlar-chi. Qaranglar. Mashalloh deb qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsa. Narxi necha pul Ismoil do'stmi? Uyimiz narxiga haqiqatda stoyishi uyimizni ko'rsatamiz. Bu yerda bemalol ikkita mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi va ko'chaga ham qo'ysanglar bo'ladi. Bitta hovlisini ko'rsangchi, bu yerda yashil hududlar va o'zini bu yerda barbeku zona deysizmi va o'zini bu yerda sanuzul qismlari qilib ketilgan. Haqiqatda boshqa chiqib qo'yilgan. Yuringlar hosilaga uyimiz ichini ko'rsatib o'tamiz. Shundoq qilamizda, uyimiz ikki tomonlama kirsanglar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb bu yerdan kirib ketsanglar bo'ladi. Uyimiz bu yerdan kirganinglar biz chap tomoni bizda kattagina zal qismimiz kutib oladi, ko'rdinglar. Lyustralarga bir e'tibor bering, haqiqatda bitta like bosib qo'yinglar. Uyimiz bu yerda bizda podvol emas, endi bitta ambaka qilib botga tushirib yuborilgan bitta sanuzul qismi va bu tomoni bizda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi. Bu tomoni nima desanglar, bu tomoni bizda oshxona qismimiz bo'ladi, panoramli oynalarda va tepada hosilaga tepaga chiqamiz. Bu yerda ikkinchi qavatga shuni ko'tarilganinglarni bitta ko'ringlar. Ikkinchi qavatda ikkita lyustralar qo'yib chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar. O'ng tomondagi yana xona bitta, yana bitta xona tashab ketilgan. Ko'rsanglar, kattagina xona qilib qo'ysanglar bo'ladi va bu tomoni bizda yana bitta Detskiy Ispaniya o'zini bu yerda sanuzul qismlari qilib qo'ygan. Ko'rg'oning bitta sanuzul qismini. Yuringlar, endi keyingi xonalarga ko'rsatamiz. Tepamizda bizda 4 Ispaniya, bu yerda yana bitta Detskiy Ispaniyasi qilib qo'yilgan. Bu yerda ham ko'rib o'zini ko'rsanglar, har bitta remontda haqiqatda boshqa chiqib qo'yishgan. Bu tomoni endi ikkinchi qavat uchun общий bu yerda sanuzul qismi. Yuringlar, endi mana bu tomoni yana bitta Detskiy Ispaniyasi bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Uyimiz haqiqatda zo'r, ustida o'tib beradigan joylari bor. Juda ham chiroyli narxlar qilib berishadi. Bas telefon nomerini qoldirganman, rahmat.